bizdan juda ham ko'p marotaba so'ralgan avtomobillardan biri qora Onyx avtomobili. امروز آمدم برای چی ندون. Ko'rib turganingizdek, avtomobilimiz 3-pozitsiya mexanikada, ya'ni katta monitor, besprovодной зарядник, обогрев сидений, multimedia rul, ограничение скорость, cruise control, bar, задний вид kamera, orqa datchiklari bilan jihozlangan. Avtomobilimiz zapaskalari hali yechilmagan, bu ya'ni deganiki gaz qo'yilmagan. Bu avtomobilimiz gaz ham qo'yish shart emas, nimaki rasxodi juda ham kam. Borig'i 6-7 litr rasxod qiladi. Onyx mingan odam hech qachon Cobalt Gentra minmaydi. Nimaki bu avtomobilimiz rasxodi juda ham kam, mexanika bo'lishiga qaramasdan Cobalt Gentralarning avtomatini damlab beradi. Qiziq joyini aytadigan bo'lsak, tan narxi 11 mingga naqd pulga olib ketishingiz mumkin. Avtokriz esa borig'i $1500 bilan chiqarib beramiz. Ko'proq ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Halollik foydadan ustun.